Salom hammaga, sizlar bilan Firdavs. Men bugun endi ikkinchi qismini olishga oldim. Aytgandim men sizga ikkinchi qismni chiqaraman deb. Va men uydan o'chirgandan keyin qiziqishga bir-ikki yurdim va shu joyni topdim. Keyin oldira bu ham bor. Shu yerga uy quraymi deb o'ylab qoldim. Albatta. Quramiz uy. Boshqa nima qilamiz? Shu atrofda qishloq ham bo'lishi kerak. Siz bizga albatta bu kerak bo'ladi. Yangilanganmi? Hozir tushdi nimadir ha bu. Buni olamiz. Shu yerga endi bitta span qo'yib qo'ysak. Tak, bizda kamon bor. Hop. Jangga. Piu, ye. Piu. Hop, hujum kelishyapti, hujum qilmoqda. Men bularni kunini ko'rsataman. Ke. İflas qochib ketdi. Boshlig'ini o'ldiramiz. Kelish to'g'ri. Bitta kelish. Boshlig'i emas, lekin bo'laveradi. Birinchisiga. Yaxshi. Bu safar omadli boshlandi kunimiz. Yaxshi. Qochib ketdi. Boramiz endi. Kelish. Voy, bitta ikki kishimi? Insof bo'lar-ey. Voy, yo'q. To'g'risi boplab qo'ydim. Qolqonim sinib ketdi. Men sizlar oldin hali qaytib kelaman. Voy. Esiz. Yana boshlandi. O'tgan qismda ham mashina bo'ldi. Faqat buni sizlar ko'rmagansizlar, men uni tashladim. Qiziqarsiz bo'lgan uchun qoch. Bu kamoni ham bittada ikkitadan jon olyapti. Buni qilib o'ldirib qo'yaylik. Voy ketgan o'yin. Qoch. Qoch. Voy. O'lay dedim. Sal qolsa o'lib ham ketardim. Yomon bo'ldilar lekin. Yomon emas lekin yomon. Bu ishlar yomon lekin. Sal qolsa o'lardim. Ye. Bor ekan-ku. Yo'q deb o'yladim. Жители брат нас otasi. Villager. Kitob sotardim, kitob. Bu menga chegirma qilyaptimi, qimmatlayaptimi? Bir normal chegirma qilsa bo'lardi. 1000 so'm chegirma qilaman. Brat, o'lib tashlaylik zombiga. Bizga kerak emas.
Pah, olma. Har doim olma bo'ladi bu yerda, to'g'ri. Endi keyin damlamaga ko'raylik. Weekends давай, şimdi otamiz onunga. Villagerga otamiz. Ma senga podarka. Ay. Qilichim sindi. Bizga sen hali ko'p kerak bo'lasan, sen shu turib. Chunki shu yerdan kalab ketsak yaxshi bo'ladi. Voy, kechiringlar. O, to'g'ri. Bu yoqqa tusholmaysan. Ammo aytamiz bitta brat o'ldirib ketdi. Bu kichkina bo'lsa ham yomon ekanligin. Bu yerda nima bor ey? Ketdik. Like bosishni unutmang, chunki bu bizga omad keltiradi. Ikkinchi qismi sal omadsiz bo'ldi. Mayli. Omadsiz kelmadi, просто yaxshi narsa bo'lmadi. Sizlar bilan futbol bo'ldi. Ikkinchi qism ham tugadi. Mana tugashiga oz vaqtlar qolyapti. Siz bilan xayrlashish vaqtimiz yetib qoldi. Sizlar buni 10 daqiqa 10 minut ko'rgan bo'lsanglar kerak. 7 minut ko'rdinglar hozir, lekin men uchun bu yarim soat. Chunki bu videoda qancha kelishmovchiliklar bo'ldi. Men ularni kesib tashladim. Bugungi qismda sizlar bilan Firdaus bo'ldi va kommentariyga yozib ketingizlar ham. Omad yaxshi bo'libdi deb. Sizlar bilan Firdaus bo'ldi. Bugungi videomizda sizlar bilan 100 kunlik survival'da ikkinchi qismini ham oldik.